Men butunlay kinodagi faoliyatimni to'xtatdim. Menga Sahr bo'yicha professional vrachlarimizni yordami kerak. Ana sog'ligim bo'yicha 3-4 ta muammolarim bor. Vrachlar yordamiga muhtojman. To'g'risini aytsam, kasallik ekan. Mani ma'lumotim yo'q edi. Bu narsani ota-onam ham mana birinchi marta eshitib turibdi, bilmaydilar. 25 yil mobaynida Ahad Qayum bilan birga bo'lgan o'zbek millatiga, muxlislarimga hammaga rahmat. Xayrlashadigan kunimiz ekan. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bir video murojaat bilan chiqyapman. Men show biznesdagi faoliyatimni butunlay to'xtatdim. Balki to'xtatishga majbur bo'ldim. Balki mayli kimdir ustimdan kular, kimdir PR deb o'ylar. Hamma narsani vaqt ko'rsatadi. Boshimdan juda ko'p sinovlar o'tdi, depressiyalar bo'ldim. Endi sohamni juda ham yaxshi ko'raman. 60 dan ortiq kitob yozdim. 2000 dan ortiq she'rlarim hit darajasiga chiqdi. 300 dan ortiq film oldim. 20 dan ortiq seriallar. Hammasini yaxshi kutib oldingizlar. Mani mashhurlik darajasigacha chiqishimga sababchi bo'lgan muxlislarim, hammalaringizga rahmat. 25 yil davomida Ahad Qayum bilan birga bo'lgan, qo'llab-quvvatlaganlar, hammasiga rahmat. Lekin juda og'ir bo'ldi. Ya'ni men shu kino bozorida mana shu 300 ta filmning ichida katta qarzdorlik boshimga tushdi. Bu narsani ota-onam ham mana birinchi marta eshitib turibdilar, bilmaydilar. Hech kimga sezdirmasdan, hech kimga og'irligim tushmay, shu muammolarimni o'zim yechishga harakat qildim. 5 yil davomida 300 ming, 400 ming dollarga yaqin qarzni o'zimning kuchim bilan, o'zimning mehnatim bilan, buni oqibatida bu uyushtirilgan bir hujumga o'xshagan va menga nisbatan shunaqa darajada nohaqliklar, tuhmatlar, ayollar bilan bog'liq, qizlar bilan bog'liq va kinolarimning mavzulari, ismlari bilan bog'liq negativlar ko'p bo'ldiki va men butun millatning oldida faxsh kinolar oladigan, 18+ kinolar oladigan, yomon kino oladigan rejissor obraziga aylanib qoldim. Qarzlarim oqibatida blogerlik faoliyatimni boshladim va Instagram orqali sizlar bilgan shoshuli PRlarim orqasidan 3 yil mobaynida 2020-yildan 2023-yilda deyarli 300 ming dollarga yaqin qarzlarimni to'ladim va o'z kuchim bilan. O'ylashlaringiz mumkin, tanishlaring ko'p, yaqinlaring ko'p, lekin umuman foydasi bo'lmagan. Buni boshida qarzi bor odam, kimdir eshigini taqillatib borgan odam tushunadi. Shaharda eshigini taqillatib bormagan odam qolmagan. Lekin menga afsuski foydasi bo'lmagan. Lekin mana shu PRlarimni orqasidan 3 yilda deyarli hamma qarzlarimni to'lab, ota-onam birinchi navbatda ota-onam bu narsani ko'tara olmaydi. 14 yildan beri onam juda og'ir kasallik bilan kurashadilar. Qo'rqaman. Nimadir muammo bo'ladigan bo'lsa, shu ota-onamdan birinchi navbatda ayrilib qolishdan qo'rqaman va ularga hech qachon bu gaplarni aytmaganman. Mana shu Instagram orqali aytyapman. Va bunga kuch topish oson bo'lmadi. Kimdirlar meni yomon ko'radiganlar, meni yomon ko'rib qolib, meni juda ham tezlarga chiqishimni yoki mashhurlik darajamni ko'rish xohlamaydiganlar uchun bu yaxshi yangilik. Men butunlay kinodagi faoliyatimni to'xtatdim. Xudo xolasa yaxshi